Yozda tomog'ingizdan hech narsa o'tmayotganda, aynan shu bilinchikli salat ovqat o'rnida ham o'tib ketadi. Qiyma qilib olamiz, yog' solib, piyozni qovurib olamiz. Ketidan qiyma solib, o'zingizga yoqqan ziravorlarni solib, yaxshilab qovurib olib, dimlab qo'yasiz. Qiyma bo'lishi shart emas, sizlar xohlasanglar tovuq filesi solsanglar ham bo'ladi. Endi bilinchik qilib olamiz, 3 ta tuxum chaqib, 1 choy qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar solib aralashtiramiz. Yarim litr qatiq solamiz, aralashtirib olib, choy qoshiq ichida iste'mol sodasi solib, 4 osh qoshiq yog' solamiz. 1 stakan un solib aralashtirib, yarim litr qaynoq suvni aralashtirib turib solamiz. Yana 1,5 stakan un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qaymoqdek bo'lishi kerak. Endi bilinchiklarimizni pishirib olamiz. Mana yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib oling. Bir qator mayonez surib, bodring sepib olamiz. Ustidan bilinchik qo'yib, endi bu safar zelin solamiz. Qiyma, pomidor, tuxum solib, eng ustiga qirg'ichdan chiqarilgan sir sepib, kashna churug'i bilan bezatib oldim. Mehmonlarga ham tortsangiz ayni muddao. Endi boriga baraka deb kesib maza qilib yeb olamiz.